Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, hurmatli do'stlar, kanalimizning mehmonlari va a'zolari internetda pul ishlash Classfit TV kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan bugun biz forum vaqtida pul ishlashni qanaqa qilib o'rganishni o'rgatamiz do'stlar. Do'stlar, talaffusimga e'tibor bermaysizlar degan umiddaman. Bunga kerak bo'ladi Telegram, Facebook, Twitter, Odnoklassniki, Telegram va hokazo YouTube. Shular orqali akkauntlaringiz orqali pul ishlaymiz. Oddiygina ko'rishingizga 9 rubl pul beradi. 11 rubl mana Google Play Marketga kommentariy yozsangiz 112 rubl, Telegramda 52 rubl, Odnoklassnik 13 rubl, Yandex 15 rubl. Mana shularni hammasini ishlab qo'yganman. Oson. Juda ham mana bunga bosasiz. Men hozir buni bajarib qo'yganman. Mana bu yerda nima dali degan nima bo'ladi. Shuni bosib YouTube'ga o'tasizlar. Oson tushuntiraman. Telegramda kommentariyada Telegram manzilim bo'ladi. O'shanga o'tib menga obuna bo'lasizlar. Men sizlarga sir sinoatlarni o'rgataman buni. Ro'yxatda o'tish uchun ham silka bo'ladi. Shu yerda o'tib bemalol pul ishlashingiz bo'ladi. Mana bu do'stlar, mening balansim hozir 266 rubl. Men bu saytda jami 7488 rubl pul ishlaganman. Minimalka 300 rubl bo'ladi. Telegram kошелокka yoki WebMoneyga yoki Rossiya kartalariga chiqarib olishingiz mumkin do'stlar. Batafsil tushunmagan joylaringizni Telegramdan o'zim o'rgatib yuboraman. Qanaqa qilib akkaunt qo'shishni, mana bu yerda mo'y akkauntda mana bunday qilib akkauntlar qo'shasizlar do'stlar. Bu yerdan mana juda ham oson. Tushungan tushunadi, tushunmaganga o'zim o'rgatib yuboraman. Telegramdan yozsangizlar bas javob beraman. Ro'yxatda o'tishda ham qiynalmaysizlar. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling, like bosishni esingizlardan chiqarmanglar. Xayr, salomat bo'ling, ko'rishguncha deb qolamiz. Uzr do'stlar, talaffusimga e'tibor bermaysizlar degan umiddaman.